Operatsiya yoki preparat? To'g'ri tanlovni o'zingiz qilasiz. Ko'pchilik bo'g'im va suyak kasalliklari bilan yuzlashganda ikkilanadi. Operatsiya qildirish kerakmi yoki preparatlar yordam beradimi? Har bir holat individual bo'lib, to'g'ri tanlov shifokor bilan maslahatlashish orqali qabul qilinadi. Operatsiya qachon zarur? Kasallik jiddiy bosqichga o'tgan bo'lsa, dori vositalari hamda muqobil usullar yordam bermasa, qolaversa, shifokor jarrohlikni eng samarali yechim deb tavsiya qilsa. Diqqat qiling. Operatsiya eng radikal chora bo'lib, uni faqat kerak bo'lgan pallada amalga oshirish tavsiya etiladi. Preparatlar bilan davolash qachon samarali bo'lishi mumkin? Kasallik dastlabki bosqichda bo'lsa, yallig'lanish, og'riq, harakatchanlik muammolarini preparatlar bilan bartaraf etish mumkin bo'lsa, kompleks yondashuvlar, ya'ni fizioterapiya, mashqlar hamda dori-darmonlar yaxshi natija berayotgan bo'lsa, sifatli preparatlar organizmga yaxshi ta'sir ko'rsatib, operatsiyani kechiktirish yoki bo'lmasa oldini olishga yordam beradi. O'zi qanday qaror qilish kerak? Shifokor bilan maslahatlashing. Har bir insonning holati turlicha. Agar imkoni bo'lsa, dastlab muqobil usullarni sinab ko'ring. Dori-darmonlar yoki bo'lmasa qo'shimcha davolash yaxshi natija berishi mumkin. Operatsiya eng oxirgi chora. Agar dori va muqobil usullar yordam bermasa, operatsiya eng yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Eng muhimi, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lish hamda to'g'ri yo'lni tanlash.